Soliq tomonidan jarimaga tortilmasligi uchun nima qilish kerak? Videoni oxirigacha kuzatib boring va savol-javoblar qiziqroq bo'ladi. Xo'p, assalomu alaykum Beksa aka. Assalom. Xo'p, meni qiziqtirayotgan savol. Birinchisi, markirovka O'zbekiston tomonidan nimaga ishga tushirildi va uni vazifasi? Yaxshi, o'rinli savol. Markirovka qilingan sababi, ma'nosi bu asl belgisini bildiradi. Ana qo'limizdagi mahsulot markirovkasi bormi? Bilingki, bu mahsulotga kafolat beradi degani davlatimiz tomonidan markirovka oladi va kafolat beraman degan. Va undan tashqari ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarimizni va import qiluvchi tadbirkorlarimizni davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida mana shu markirovka o'ylab topilgan. Bu markirovka boshqa chet davlatlarimizda o'zi ommalashgan. Markirovkasi yo'q mahsulotni chet davlatlar misol uchun sotadigan bo'lsa, xarid qiluvchi kechirasan deydi. Markirovkasi bor mahsulotni bergan, sen menga sifatsiz mahsulot beryapsan deb talab qiladi. Bundan tashqari, bundan bir necha yillar oldin, markirovka bo'lmasdan oldin uyda qo'lbola kola ishlab chiqarilardi va apteka yo'nalishida esa shpritslar ishlab chiqarilar uyda sotuvga chiqariladi. Mana shularni soxta tadbirkorlarni yo'q qilish, uyda ishlab chiqariladigan mahsulotlarni yo'q qilish maqsadida mana shu markirovka o'ylab topilgan va mana shu mahsulni bemalol qo'rqmasdan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ular tomonidan ishlab chiqaruvchi tomonidan va davlatimiz tomonidan kafolatlangan bo'ladi. Tushunib oldingmi? Albatta. Javob uchun albatta rahmat aytib qolamiz. Keyingi savolimiz markirovkaning faoliyati va uning funksionalligi nimadan iborat? Mahsulni siz pul o'tkazma yo'li bilan xarid qilganingizdan keyin albatta siz birinchi o'rinda markirovkasini urib soting. Chunki bu markirovka soliq tomonidan integratsiya qilingan bo'ladi. Siz pul o'tkazma yo'li bilan mana shu bir dona mahsulni oldingizmi, soliqqa ko'rinadi. Va mana shu markirovkasini urib sotganingizdan keyin soliq tomonidan minus bo'ladi. Bu sizning skladingiz degani. Bilmagan holda siz shtrix kodini urib, yo bo'lmasam biron bir mahsulotni nonnimi yo shakardimi belgilab turib, plastikdan yo naftga QR kod chiqarib beradigan bo'lsangiz, mana shu mahsulot siz skladingizda soliqqa ko'rinib turadi. Sotilmagan bo'lib turadi. Siz buni isbotlab beradigan bo'lsangiz, bu mahsulot bormanda deydigan bo'lsangiz, sizga hech qanaqa soliq jarimasi tortmaydi. Agar isbotlab bera olmaydigan bo'lsangiz, siz yashirin holda siz naqd pulga sotgan deb hisoblanasizda va mana shu mahsulotdan tan narxidan kelib chiqqan holda jarimaga tortiladi. Iloji boricha markirovkasini urib sotishlikni esidan chiqarmang. Birinchi o'rinda meni maslahatim shu. Bo'ldi. Javob uchun albatta rahmat. Eng oxirgi savol meni qiziqtiryapti. Tamaki mahsulot va spirt ichimliklari nimaga plastik kartaga o'tkazildi? Nimaga naqd puldan voz kechildi? Shuni bir tushuntirib bersangiz. Chunki hozir men tamaki mahsuloti savol qilaman va hozirda faqat naqd pulga emas, hozir promoy plastikka o'tkazib qo'yishdi sababi. Savolni tushundim. Buni qilingan sababi davlatimiz tomonidan hozirgi yosh avlodni o'ylagan holda plastikka o'tkazildi. Hozirgi yosh avlodlar bilsangiz qo'lida 5 ming, 10 ming yuradi, dona sigaret yoki pochka sigaret olib chaka yuradi. Shu yoshlarimizni ota-onasi tomonidan nazorat qilinish maqsadida davlatimiz tomonidan plastikka faqat xarid qilish uchun berilgan. Ota-onasi ko'rib turadi. Farzandi nima xarid qilayotganini. Agar tamaki mahsulotni xarid qilgan bo'lsa, ota-onasi tomonidan jazolanadi va davlatimiz tomonidan ham jazolanadi. 21 yoshgacha to'lmagan, voyaga yetmagan yoshlarga sotishga hech kimning haqqi yo'q. Shuni bilib oling. Ikkinchisi esa davlatimiz mana shu tamaki mahsulotni, alkogol mahsulotni yashirin iqtisodiyotni yo'q qilish maqsadida plastikka o'tkazildi. Faqatgina pul o'tkazma yo'li bilan. Qaysi mahsulotlar pul o'tkazma yo'li bilan xarid qilinadi? Tamaki mahsulotlar, alkogol mahsulotlari, suv mahsulotlari, 25 million so'mdan oshsagina va undan tashqari benzin shoxobchalari, gaz, zapravkalar va davlat xizmat ko'rsatish tashkilotlari ular ham xuddi shu plastik orqali xizmat ko'rsatadi. Ko'pchilik adashyapti. Biz oziq-ovqat yo'nalishi qolgan oziq-ovqatdagi mahsulotlarimizni ham plastik sotamiz. Yo'q. Tamaki alkogol mahsulotidan tashqari 25 million so'mgacha bemalol naqd pulga sota oladi. 25 million 100 so'm bo'lib qoldimi, bo'ldi. Plastikka sotishi shart. Qonun doirasi bo'yicha ishlashga harakat qiling, hech kim sizni jarimaga tortmaydi. Yana nima savollaringiz bor? Eng oxirgi savolim menda markirovka bo'yicha savol tug'ilib qoldi. Markirovka qaysi mahsulotlarga urib beriladi? Yaxshi, tushunarli. Hozirgi kunda tamaki mahsulotlariga, suv mahsulotlariga, energetik mahsulotlariga, alkogol mahsulotlariga hozirgi vaqt mana shu mahsulotlarga markirovka qo'yilgan va apteka yo'nalishidagi mahsulotlarga ham markirovka qilingan. Va sizda so'rashingiz mumkin, qolgan mahsulotlarda nimaga markirovka yo'q? Bu narsa keyinchalik joriy qilinadi. Hozirgi kunda mana shu sanab o'tganimdek, yuqorida aytib o'tgan mahsulotlarimda markirovka bor. Albatta, javob uchun rahmat kattakon va javob juda ham qiziq bo'ldi, menga ham dars bo'ldi. Bizani kuzatib boring, hali bundan ham qizikroq savol-javoblar bo'ladi. Bizga xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa markirovkani tizimlashtirish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bog'laning. Men sizga faoliyatingizni soliqqa tortilmaydigan darajada keltirib beraman, tizimlashtirib beraman. Bemalol mana shu markirovkani 2D skaner orqalimi yo monoblokdan skanerdan o'tkazganingizda mahsulotni keladigan qilib integratsiya holatda keltirib beraman. Jarimaga tortilishni xohlamasangiz qonun doirasida bo'yicha ishlang va men bilan shartnoma asosida
ishlatishingizni maslahat beraman. To'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Xayr, salomat bo'ling.